Demak, bemorimiz bizada 30 yoshda. Bemorda gipofiz makroadenomasi aniqlangan va Milliy tibbiyot markazida 3-aprel kuni burun orqali bosh miya xizmasellar sohasi o'smasini endoskopik transnazal transfenadal usulda olib tashlash amaliyoti bajarilgan. 3-aprelda, mana 18-may bugun. Deyarli 1,5 oylik natija. Operatsiya davomida subtotal olib tashlaganmiz. Mana bu yoqqa qarasangiz, ko'z nervini bosgan adenoma aniqlangan. Mana ko'z nervi bizada. Ko'z nervimizni ko'tarib bosyapti adenoma va chap tomondan kavernous sinusga o'sib kirgan. Operatsiya qilib burun orqali olib tashlaganmiz. Operatsiyadan keyin mana bugun 18-may kuni 15 kundan keyin operatsiyadan keyin tushyaptilar MRTga. Mana kavernous sinus o'zi tozalangan. Ko'z nervi mana pastga tushgan, boya tepaga ko'tarilib qoluvdi. Mana bu yerda ozgina остаточный tikan bor. Bemor haftasiga cherizdan bir tabletkadan Dastenex tabletkasini ichib, mana shu qolgan qismi ham so'rilib ketdi. Ko'zlari yumilib qolganda operatsiyada kelgan vaqtimizda, hozir mana bemorimiz o'zlari juda yaxshi, ko'zlari ochilgan. Lekin ko'zda nervini nevropatiyasi, ko'z harakatlantirishi nerv uzoq vaqt bosilib turgani hisobiga biroz kasal bo'lgan. Shuning uchun hali to'liq tiklanish jarayonida. Xudo xolasa bu jarayonlar ham o'tib ketadi. Asta-sekin bemorimiz o'zi aktiv hayotga qaytadi. Biroz gormonal buzilishlari bor. Buni dori-darmon bilan sekin-sekin joyiga keltirib qo'yamiz. Samim glavniy ko'zini saqlab qoldik, hayotini saqlab qoldik. Hozir bemorimiz yaxshilar. Shunaqa.